kunlar salqinladi, bilasan, gaymarit degan narsa bu balo juda ham odamlarni qiynaydi. Buni eng zo'r davolab tuzatib, tag tugi bilan yo'q qiladigan narsa mana shu rossiyskiy ramashka bor-ku, mana mochichi. Mana shu ramashkadan solasan. Solib ustiga ozgincha mana xelba. Bu o'sha gaymaritni operatsiya stolidan qaytargan narsa bo'ladi. Juda ko'p narsaga shifo. Hali ko'p xalqimiz buni foydasini bilmayapti. Agar bilsa, tillarda narxiga sotib olib, buni foydalanardi. Bu juda ham zo'r narsa. Buni damlab qo'yib bor-ku, ichiladi. Bir kunda 3 mahal, 300 stakan degani. Mana shunday chiroyli stakanlarda qilib olib, ichgansan umidjon. Buni dori darmonlarni ancha unutasan. Tabiiylikka qaytasan. Yana bitta xursand qilayotgan tomoni, doktorlar ham tabiiy narsalarni gapirishibdi. Men shu tomondan xursand bo'lyapman. Keyin yana qaram uchun qon suyultiradi deyapti-ku. Buni mevali choylarda reklama qilib odamlar qon suyultiradi. Hayotda choy qonni suyultirmaydi. To'ppa-to'g'ri. Sababini men aytaman, tarkibida vitamin C bo'lgan moddalar, ayniqsa mana bu Eron barbarislar, mana bu namatelarimiz bor-ku. Mana shular qon suyultirish bo'yicha eng zo'r narsa shular bo'ladi. Yana bitta ma'lumot berib o'tib ketaymi? Hop. Ba'zilarda qon suyulsa davleniya tushadi-da. Chunki davleniya juda ham baland bo'lmasa, qon suyultirsam davleniyam tushib ketadi, bo'shsam deydi. Yo'q, mana davleniya tushmasdan qonni suyultiradigan zanjabil originali yana bizlarda. O'shaning uchun tayyor holatda, mana shu holatda tayyorlab qo'yganmiz. Zanjabil, imbir, kurkuma karisalari bilan bu natural antibiotik deydi, Men sen kecha ham gapiryapsan, xuddi shunday. Buni mana ko'pchilik olib damlab ham ichib ko'ryapti. Haqiqiy terlatuvchi, tanazdagi sovuqlarni chiqarib, qon aylanishini yaxshilovchi bu. Bizlar bot gapiryapmiz, Qatortol optik bozorga keling. Master Suxov 9-10 do'konga kelib, Umidjonni toping. O'zi sizga bu hamma dardingizgacha mana shu bo'lashi shifobaxsh zo'r narsalar qarab, mana qarab chiqqanini qarab. Haqiqiy bu moychichalik narsa. Bu gaymaritga juda kuchli narsa. Hamma tomonlama bu. Tomoq shamollaganda, stomatit chiqqanda, oshqozon yaralarida, disbakteriozda, mikroflora buzilganda, sahr balansi buzilganda, buqoqda, yod yetishmovchiligida mana shu cho'kib turgan xalba eng yaxshisi. Keling, do'konimizga eng yaxshi mahsulotlarni ulashamiz. Asallarni ham vagonlar to'kib tashlaganmiz. Haqiqiy qon ko'paytiruvchi. Mana o'sha grichishni asallarda qaymoqdek bo'lib turishini qarang. Asallarning zo'ri. Mana hidini qarang. Mana haqiqiy uspakayishi, lavandali choyimiz. 6-dekabr men martda yashayapman. Maza qiladi odamlar damlasa, o'sha asab buzilishlar, mana bu haqiqiy energetik choylar, qon suyultiradi deb vang'illab maqtanib yotishdi. Endi yo'g'ini qo'yverasan. Choy qon suyultirmaydi, vitamin C bo'lgan narsalar qon suyultiradi. To'g'ri gapirdingiz. Baraka toping.